Karis qaynonam tayyorlagan soyevый sosda marinovka qilingan bodringni birgalikda yeb ko'ramiz. Qani mos tusharmikin? Koreyada shunaqa bodringlarni soyevый sosda marinovka qilingan turub, bodring shunaqa narsalarni pasta yoki yog'li narsalar bilan yesa zo'r ketadi. Menimcha somsa bilan ham yesa maza ketsa kerak. Qani bismillah. Somsa mo'l. So'l ketar ekan. Bu bodring retseptini profilimga qo'yganman, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham oson. Va oson. Keyin buning ichiga bodring, piyoz, qalampir, chesnok novdasi shuni qo'shsanglar bo'ladi. Maza ketadi. Ichida go'shtlar yana ozroq ko'proq bo'lganda yaxshi bo'lardi. Juda kam solar ekan baylagilar.